Faqat qonunlarni emas, balki jamiyatning yuragi va ongini shakllantirgan qarorlar. Hayotimizda bir qator shunday qarorlar borki, ularning qabul qilinishi boshqa bir voqeaning sodir bo'lishiga olib kelgan. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, bugun biz siz bilan tarixda chuqur iz qoldirgan sud qarorlari bilan tanishamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu qarorlar bizning bugungi hayotimizning shakllanishiga ham olib kelgan. Brown v Board of Education ta'limdagi segregatsiyaga qarshi kurash. Linda Brown bolaligida Topeka shahridagi 2 mil masofani bosib o'tib, faqat qora tanlilar uchun mo'ljallangan boshlang'ich maktabga borishga majbur bo'lgan. Garchi u yashagan uydan atigi bir necha kvartal narida oq tanlilar maktabi joylashgan bo'lsa ham, ana shunday mashaqqatli yo'l va uning ortida yotgan kamsitilishlar Lindaning otasini sudga murojaat qilishga undagan. 1954-yil AQSh Oliy sudi ushbu Brown v Board of Education ishida maktablardagi irqiy ajratishni konstitutsiyaga zid deb topadi va ajratish tabiatan tenglik emas qarori bilan sudni yakunlaydi. Bu qaror fuqarolik huquqlari harakatining boshlanishiga turtki bo'ldi. Amerikalik tarixchi, yozuvchi, huquqshunos va professor Mary Frances Berry ham xuddi shunday taqdirga ega inson edi. U 1950-yillar boshida Tennisi shtatining Neshvill shahrida yashab, har kuni shaharning boshqa chekkasidagi maktabga qatnagan. Yo'l-yo'lakay u oq tanlilar uchun mo'ljallangan maktab oynalariga qarab o'tgan. Mary bu maktablar ichidagi shinamlik va go'zallikka qoyil qolgan. U Brown ishi bo'yicha chiqarilgan sud qarori haqida gazetada chop etilgan sarlavhani ko'rganini ham eslaydi. Men o'qituvchimdan bu endi barcha bolalar kelasi yildan birga o'qiydi degani emasmi deb so'ragandim, deya eslaydi u. O'qituvchi esa shoshilma Mary Frances, shoshilma deb javob bergandi. Aytgancha u haq edi. Ammo dunyo Linda Brownning merosini eslar ekan, Berrining ta'kidlashicha, shoshilma degan ogohlantirish ushbu ish atrofidagi voqelikning faqat bir tomonidir. To'g'ri, sud qarorida barcha zarur ehtiyotkorlik bilan, ya'ni juda ehtiyotkor va bosqichma-bosqich tarzda desegregatsiya amalga oshirilishi kerakligi aytilgan edi. Ammo bu ibora tez va oson bo'ladigan o'zgarishlar degani emasdi. So'nggi yillarda Brown qaroridan so'ng erishilgan yutuqlarning katta qismi yana bekor bo'lgan. Masalan, integratsiya bo'yicha kashfiyotchilardan biri bo'lgan James Meredith Mississippi universitetiga kirgan birinchi qora tanli talaba. U Time nashriga bergan intervyusida shunday deydi: bu qaror va'da qilingan natijani bermadi. Brown qarori maktablarni ajratishni to'xtatgani uchun emas, balki maktablar bugungi kunda ham ajratilgan bo'lib qolayotgani uchun muhim, deydi Mary Frances Berry. Biz buni irqiy jihatdan ajratilgan deb ataymiz. Bu atama shunchaki yumshatilgan ifoda. Aksariyat qora tanli va Lotin amerikalik bolalar hozirda ham asosan o'z irqi vakillaridan iborat maktablarda o'qiydi. Agar biz Brown qarorining ahamiyatini faqat maktablarning abadiy desegregatsiya qilingani orqali baholamoqchi bo'lsak, unda bu qaror muvaffaqiyatsiz chiqqan bo'lardi, deya ta'kidlaydi Berry. Ammo bu ishning umumiy ta'siri maktablar integratsiyasi haqidagi statistik ma'lumotlardan ancha kengroq va chuqurroqdir. Dred Scott v Sandford qullikni kengaytirib fuqarolik urushiga olib kelgan qaror. Dred Scott v Sandford 1857 AQSh tarixidagi eng bahsli va halokatli sud qarorlaridan biri bo'lib, qullik, fuqarolik huquqlari va fuqarolar urushining boshlanishida muhim rol o'ynagan. Qadrli do'stlar, videolarimizga like bosib bizni kuzatishda davom eting, chunki biz siz uchun qiziq bo'lgan kontentlar yaratishga harakat qilyapmiz. Agar bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz davom etamiz. Dred Scott Missurida yashovchi qullikdagi afroamerikalik bo'lib, u egasi bilan birga qullik taqiqlangan Illinois shtati va Wisconsin hududida yashagan. Sud qarori qullikni AQShning istalgan hududiga kengaytirish huquqini mustahkamladi. Bu esa shimoliy shtatlarda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Dred Scott qarori shimol va janub o'rtasidagi ziddiyatlarni kuchaytirdi. Qaror qullikni kengaytirishga qarshi bo'lgan
bo'lgan Respublikachilar partiyasining siyosiy kuchini oshirdi. 1860-yilda Linkolnning prezidentlikka saylanishi Janubiy shtatlarning ajralishiga va fuqarolar urushining boshlanishiga olib keldi. Fuqarolar urushi yakunida esa 13-o'zgartirish qullikni bekor qildi. 14-o'zgartirish esa barcha AQShda tug'ilgan shaxslarni fuqarolik bilan ta'minladi va shu bilan Dred-Scott-Sandford qarorini bekor qildi. Dred-Scott-Sandford qarori AQSh tarixidagi sud hokimiyatining siyosiy qarorlar bilan qanday bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu qaror fuqarolar urushining boshlanishiga sabab bo'lib, mamlakatning huquqiy va siyosiy tizimida chuqur o'zgarishlarga olib keldi. Roy v. Wade ayollar huquqlari va shaxsiy erkinlik. Bu AQSh Oliy sudining tarixiy qarori bo'lib, u ayollarning homiladorlikni to'xtatish huquqini konstitutsiyaviy erkinlik sifatida tan oldi. Bu qaror 49 yil davomida AQShda reproduktiv huquqlarni himoya qilgan, biroq 2022-yilda bekor qilingan. 1973-yil 22-yanvar Oliy sud 7-2 ovoz bilan Texas shtatining abortni deyarli to'liq taqiqlovchi qonunini konstitutsiyaga zid deb topdi. Sud qarorida 14-o'zgartirishning bandlarida keltirilgan shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi mavjudligi e'tirof etildi. Bu esa ayolning homiladorlikni davom ettirish yoki to'xtatish qarorini o'z ichiga oladi. Sud bu jarayonni 3 bosqichga bo'lib, har bir bosqichda davlatning abortni tartibga solish huquqini aniqladi. Birinchisi, davlat abortga aralasha olmaydi. Ikkinchisi, davlat ayolning sog'ligini himoya qilish maqsadida ba'zi cheklovlar qo'yishi mumkin. Uchinchisi, homila yashashga qodir bo'lganidan so'ng davlat abortni taqiqlashi mumkin, lekin ayol hayoti va sog'ligiga xavf tug'dirganda istisno qilinadi. Mazkur sud ishini boshlagan shaxs Norma McCorvey bo'lib, u Jane Roe taxallusi bilan tanilgan. U Texasda yashab, 3-farzandiga homilador bo'lganida abort qilishni istagan, ammo shtat qonunlari bunga faqat ayol hayoti xavf ostida bo'lsa ruxsat bergan. McCorvey sudga murojaat qilib, shtat qonunlarini konstitutsiyaga zid deb topishni so'radi. Sudda uni advokatlar Sarah Whittington va Linda Coffey himoya qildi. Roe v. Wade qarori AQShda abortni konstitutsiyaviy huquq sifatida tan olib, ayollarning reproduktiv huquqlarini himoyaladi, mustahkamladi. Bu qaror 49 yil davomida amal qilib, ayollarga homiladorlikni to'xtatish huquqini kafolatlagan. 2022-yilning 24-iyunida esa Oliy sud bu qarorni bekor qildi. Bu qaror natijasida abort huquqi federal darajada bekor qilinib, har bir shtatga bu masalada o'z qonunlarini belgilash huquqi berildi. Natijada ko'plab shtatlar abortni taqiqlovchi yoki cheklov qonunlarini qabul qildilar. Bu esa ayollarning reproduktiv huquqlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu sud qarorlari nafaqat qonunlarni, balki jamiyatning o'zini o'zgartirdi. Ular adolat, tenglik va erkinlik yo'lidagi kurashda muhim bosqichlar bo'ldi. Agar sizga ushbu tahlil yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Tarixni biz bilan birga o'rganing.